2026 yilgi Lexus bu hashamat, qudrat va zamonaviy texnologiyalarni o'zida mujassam etgan yangi avlod offroader avtomobilidir. Yangi dizayni bilan yanada agressiv va zamonaviy ko'rinishga ega bo'ldi. Old panjarasi kengaytirilgan, faralari esa LED texnologiyasiga asoslangan bo'lib, tungi yo'lda ham mukammal yoritish imkonini beradi. Salonga kirgan zahotingizda esa hashamatli muhit sizni kutib oladi. Salon tabiiy teri bilan qoplangan, o'rindiqlar qulayligi yuqori darajada. Yangi multimedia tizimi 14 dyuymli sensorli ekran bilan jihozlangan bo'lib, Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Premium audio tizimi esa musiqa ixlosmandlari uchun haqiqiy zavq bag'ishlaydi. 2026 Lexus 3.4 litrli twin turbo V6 dvigateli bilan ta'minlangan bo'lib, u 349 ot kuchi ishlab chiqaradi. Bu esa uni tog' yo'llarda ham, asfalt yo'llarda ham barqaror va kuchli qiladi. 10 pog'onali avtomatik uzatma tizimi yoqilg'i tejamkorligini oshiradi va silliq harakatni ta'minlaydi. To'liq g'ildirakli yurish, tortuv tizimi esa har qanday yo'l sharoitida maksimal nazorat beradi. Xavfsizlik tizimlari ham Lexusning eng so'nggi texnologiyalari bilan jihozlangan. Masalan, avtomatik tormoz tizimi, yo'l belgilarini aniqlash funksiyasi, adaptiv kruz nazorat, ozozdan tormozlanish tizimi va atrofni 360 ko'rish imkoniyati mavjud. Bu funksiyalar har bir safarni yanada ishonchli va xavfsiz qiladi. Tashqi ko'rinish bilan bir qatorda, Lexus ning off-road imkoniyatlari ham e'tiborga loyiq. Overtrail deb nomlangan maxsus versiyasi bilan u balandlikdagi sarguzashtlar uchun ideal avtomobil hisoblanadi. Korpus balandligi, mustahkam ramkasi va ilg'or suspenziya tizimi tufayli u eng murakkab yo'llarni ham osonlik bilan bosib o'tadi. Narx borasida esa yangi Lexus 2026 modeli taxminan $65,000 boshlanadi va yuqori komplektatsiyalarda $80,000 yetadi. Bu avtomobil hashamat, qulaylik va kuchni birlashtirgan, oilaviy hamda sarguzasht ruhidagi haydovchilar uchun mukammal tanlovdir. 2026 Lexus bu nafaqat yo'l, balki hayotingizdagi yangi sarguzashtlarga ham tayyor hamrohdir.